Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshi insonlar, yaxshi mislar tanjollar insomi. Shu sirli blog kanalini juda ko'pchilik muntazam ravishda kuzatib bordi. Shu Mirashkor ukam, mana Mirashkor ukam meni aldabdi. Men to'g'risi shuni ko'rib turib g'alati bo'lib qoldim-da, ko'nglim og'ridi. Nimaga? Men bir oy oldin qo'nda tugatganman, lekin men bilan fashi barobar ekan, bir hafta keyin ekan. Hali ham qo'n sotyapti, mana qaranglar. Biziki tugab bo'ldi, obunachilar. Bu bola hali ham sotyapti. Bu baribir sirrini aytmaydi-da. O'sha palay deydi. Yana 2 marta uzaman deydi obunachilar. O'sha biz ekkan qo'ndan bular. Qo'ldan beraman. Endi pul bo'lgan paytda sotolmayapmiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzimsiz? Tanjoysiz? Xo'p, hurmatli obunachilar, albatta hazil barakasini bersin, lekin bu yil to'y bo'ldi, hozir to'y bo'ldi. Odamlar maza qilib yedi. Men shunga ham xursandman. Ayniqsa mana shu Ahadjon urug'larni o'zi ekib, o'zi yetishtirib, chiroyli ko'chatlarda tayyorlab berdi. Ekdim, sotdim, odamlar ko'pchilik maza qilib yedi. Ko'pchilik xursand bo'ldi. Assalomu alaykum. Mana obunachi tog'alar ham bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tanjoysiz? Tuzimsiz? Oilalar tinchmi? Men sotgan qo'vlardan sotyapti-da hali mana. Ha? Alloh. Qo'y yeb keting tog'a. Xo'p, hurmatli obunachilar, bugun men bozorga chiqqanim, qishga tayyorgarlik. Mana obunachilar. Mayli, chang bo'ptimi? Bozordan oldim. Xo'p, bu yerda shakar, qopqoq degandek, ha? Smarodina deydi-yu. Smarodina? Ha. Ketingin Islomga ekan, tog'dan terib oldi-ya seni. Tog'da o'sadi. Smarodina. Bilmadim qayerda o'sadi, albatta. Ha? Ularda qorasi ham bo'ladimi qasam? Ha. Endi qishga harakat. Ana maymunjoni? Ha? Maymunjoni nima deydi? Maymunchak deydi obunachilar mana. Ha, xullas men aytib o'tishim kerak, ish bilan oldi degan insonlar ham bor. Ko'proq ayollar qiziqadi. 35 mingdan oldim kilosi. Ha, paqirini 5 mingdan berdi. Ha, qovunga keladigan bo'lsak, sog'lashimi, tuzimlar. Qovun nomi nima edi? Dagara. Har zaman men esimdan chiqib, mana shu qovundan men ham ekkanman. O'g'lim bor. O'g'lim bilan arava nima kerak bor dedi. O'zim aravadan ham zo'rman deb to'kmasdan olib borgan o'g'lim. O'g'lim toshyapti. Chang o'pdimi orqam? Ha, chang o'pdi. Ha? Xo'p. Pichoq chiqar endi. Yo'q pichoq. Ha? Ha, bo'ldi oldi. Pichoq yo'qmi? Mazasi bo'lsin, to'g'ri Yo'q, men qarang, mazza zo'r. Men o'zim ekib, mana shu odamdan Mirashkorda bu sotib tugatib bo'lgan, bu hali sotyapti. Pichoqlar yo'qmi? Bu tori sotek akalar. O nargilardan so'raychi, Ahadjon so'rang boring. Bu so'yib qo'yib sotmasangiz. O dehqon aka. O aka. Mana shu yerda bloger akamiz bor. Eng katta blogerlardan. Endi hammaga qiziqda, ana bozorda misol ko'rinish chiqadi. Bu bozorning eng orqa tomonlari. Obunachilar. Orqa tomonlar torozlar sotilyapti. Toroz, qovun, handalay degandek, urug', shaftoli. Shaftolilar 5 mingdan oldim. Mana shu kelayotgan tog'a. Assalomu alaykum. Yoshingiz nechida? 58-yilmi? 58-yil. Sizni shogirdingizmi, qo'ymang? Ana. Sizni shogirdingiz sizga havas qilib, Ha. mana obunachi yig'dim, xudo xolasa. Tanjoysiz sog' bo'lsin. Kinopkalar qulluq bo'lsin endi. Qulluq kinopka oldim. Obunachilar, bu har bitta blogerda orzusi, bu tog'amiz dadam bilan teng 58-yil tug'ilgan, dadamning o'rtoqlari bo'ladi, lekin o'zining kanallari bor. Hozir kanallarni bir qator aytib o'tadi. Kanalingiz nomi nima edi? Meni kanalimning nomi Mirzo Olim Dehqon. Damazlaring bo'lsa, ko'p maslahat berganman. Ko'rib bir foyda qilinglar. Sizlar uchun men video chiqarib, kommentariyani o'qib, shundan bir nima deydi? Motivatsiya olib, shu video chiqarib yuraman. Obunachilar, mashhur qonimga havas qilib, men ham shu Tanjoysiz sog' bo'lsin. Shu qiziq videolar yuribman. Damasga qiziqadiganlar, Damas minadigan insonlar tog'amizning kanaliga shuni o'tasizlar.
Erta qiziqarli va foydali videolar bo'lyapti. Bo'lgan ham normal prosmotlarda ham olgan, chunki Damas haydaydigan aka-ukalar ko'pda. Rahmat. O'zi yaxshimi? Tan joyingiz sog'mi? Oila a'zolar tinchmi? Ular sizni ko'rib, sizni Qo'llarni pishirib oldi. Pishirib oldim. O'rniga makalarni ham ekitishdik. ekib qo'ydim. Ay gap yo'q, gap yo'q. Gap yo'q. Xudo xolasa. Va alaykum assalom. Tuzyapsizlar? Ha, gap yo'q. Endi qo'ying endi buni. Sekin qo'ying, aytinglar, qo'g'in so'ydirdim. Ha, bu. Men ekkan. Yaxshimisizlar? Obunachilar. Bak qo'yingiz ham zo'r bo'lgan ekan. Ha. Endi baqib, juda qanaqa bo'ldi? Mirishkor zo'r bo'lganda, Mirishkor zo'r bo'lgan. Mirishkor bu yoq bo'ladi-da. Bu yoq ponni o'rgatgan. Besarangdan ham? Besarangdan. Besarangdan. Obunachilar, sizlar bilan birgalikda o'toqlasa qo'nimiz endi. Ancha bo'ldi. Lekin men Ahajon qo'nimni sog'indim. Lekin qo'nim qolmadi-da. Haqiqatan men ko'rib hayron Juda go'zal bo'lgan ekan, juda shirin bo'lgan ekan. Obunachilar mana. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar sog'lig'ingiz o'zimizni qonimiz uchun mana shu tog'amiz bilan yeymiz endi. Rahmat obunachilar. Sog' bo'linglar. Oltiarada Ashurali Karim degan shogirdimiz bor. Ashurali kerak dehqon. Men ko'p ko'raman kuzataman. Juda foydali, juda qiziqarli videolar chiqadi. Uzumlardan, boshqalardan. Bu yoqda Oltiarada u yoq bo'lsa, Michorada cho'rgusanda sizda. Olavering. Aka rahmat, sizga ham sog' bo'ling, kuzatib turamiz. Ha, gap yo'q, gap yo'q. Qani bismillah. Obunachilar. Stol? Bol. Ha? Mana yiyin aka. Ataylar so'ydirdim aka. Ko'pchilik esa Ahajon savob bo'ladi-da. Oling bir tili. Ha? Ha. Oxunibdi va paketni oling. Yapon ataka. Ataka yapon. Oy, o'g'lim, o't. Yeng, ha? Ha? Tog'a. Mazaqli orqangizda qovun bor. So'ying, o'tgan ketganga bering. Odingiz bir insonda bir yuziga tabassum kirishim savob. Siz qo'lingizdan keladi. Siz mani bola dehqonga o'xshamaydi. Siz dehqonga o'xshab turibsiz hozir. Men uzoqdan obunachilar qaranglar. Haqiqiy bobo dehqonga o'xshab turibdimi? Ana, o'na pichoq. Ha, shu. Mana bola Ahajon ukamiz dehqonga o'xshamayapti. Siz bittayni qiling. O'tgan ketganga bir tili deb sotishni o'rganing. Assalomu alaykum. Boshladingizmi? Ya, boshlagan emas, salom bermang. Bu obunachilarga o'tga ketganga qo'yin sotib, mana qanday bir 4 ta sotalarmikan siz? Qani, keling uka. Ya unda katta so'ymaydi-da. Haqiqiy, Men ekan qo'yindan. Keling, oxon tovoni yetkazgan qovunidan kelinglar. Kelib qolinglar, mana arzon bo'lib qoldi. Mana aka oling. Mana, tating. Oxon tovoni qovunidan. Bu o'g'lim. Maylimi? Bo'laradi. Almayman o'g'lingizni. Kelinglar, qovun arzon bo'lib qoldi akalar. Mana shu oxon tovoni ekkan qovunidan. Ya meni ko'rsatmasa soting-da. Sizlar chiqmas ekan. Kelinglar. Chiqmas ekan. Bo'l o'zingni bo'l endi. Voy ukam. Stol sotadi. Bitta stolingizni olib keling endi. Keling. Oilama. Arzo. Ayt ukamiz. Keling mana. Ukamiz stol olib keldi. U o'zi tayinlaysizmi? O'zimiz qilamiz. Eshik qayerda? Xonavotda. Bu o'zimiz xonavotdami? Obunachilar. Gap yo'q. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod qishlog'ida mana stollar tayinlashyapti ekan. Gap yo'q. Mana o yangi narsa ishlatamiz mana. Ha? Sizga displey. Anvarjon Oxunov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Chimyovuz? Gap yo'q, gap. Yo, taniysizmi? Yo'q, men endi ko'ryapman. Tanishtiring endi o'zingizni. Olim dehqon. YouTube'da chiqadi-ku, damaslar chiqaradigan tog'a. Men telebaga qo'ydirib qo'ydim, qo'n sotib ko'ringchi deb. Video qilyapmiz. Salomat bo'linglar. Nimalar chiqarasiz endi? Nima deb?
Nimalar chiqarasiz deyman. To'g'ri yo'nalish. Bozor olami shogirdimanda. Ey gap yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kun. Bozor olamiga salom aytib qo'y. U o'zimiz ukamız bo'ladi. Hayotjon. Ha? Hayotjon. Ha, salom aytib qo'yasiz. Salomat bo'ling. Xo'p, mayli, xo'p. Xo'p, bozoringiz bersin. Xo'p. Nech pul endi bularningiz? Bu kamliklar 100 mingga ham bor. 6-8 so'z. Ha. Kampilik 1100 ekan. Aytmas ekan, mana bu tog'aniki. Bozorga chiqsa oqsoqollardan ko'rasiz-da, mana qayerda. Mana obunachi bu tomonda handalak ham keldi mana. Handalak. Oldin bizda sizlarga handalak ko'p ekilardi. Handalakdan keyin hozir ko'pchilik mana dagarga o'tib ketib qoldi. Ha? Andijon Yomontosh edi, bilasizmi? Andijon Yomontosh borardi handalakda. Siz ham mashina eshitdingiz-a? Ha, dagarda ekdik. Tog'a, so'ysinmi bitta? Bir telep ko'rasizmi, tog'a? Ha, so'ydi. Necha kilometr yuryapti endi? 5000 so'm. Bilmayman, 15 kun yuraman endi. Bog'chaga borib keldi, nevarani olib boryapti. Ko'chaga mana bozorga keldi. 3 kun yuraman endi. Necha kilometr yurganini hali bilmasam sinab yurganim. Ha. Ammo yaxshi narsa ekan. Ha? Yaxshi narsa. Ashakibda o'taylikda. So'rilarda necha pul material ketdi, necha puldan sotishyapti. Bitta oddiy misol o'sha xon taxtadan qancha qoladi? Yuring so'raymiz. Ha, yuring. Ey, buni ham gashti bor. Yuring. Buni ham gashti bor. Bloger tog'ani olib kelyapman, tog'a. Tabzor qilaylik endi. Bu qaytdiki endi. To'raqo'rg'on. Obunachilar. Pulini tashlab ketgan ekanman. Qachga? Kelib shahar keladi. Qani u? Hammasi bir xilmi? Nima saraj berib? Yo'q, materiali. O'zon tek kichkinani ko'taramiz umuman. Taylari ham deb. O'sha bitta. Ko'taraymi? Ha, ko'p baqoli tog'a tepaga olaylik-da. Olamizmi? Ha? Yo'q. Obunachilar. Bu ano Tbilisidan oldiga zo'r aytib yuboradi-da bu. Bundan kichkinaroq kerak-da menga. 1.60 bo'ladi. Ko'rdingizmi, ko'rmaysizmi? Bitta so'ri oldim, temirli so'ri. Ha. Endi biz samodelga bitta xontaxtacha qo'ydik. Turgan joy qilyapti-da. Ajoyib qilib qo'ydi-da, borib qo'ndi edi. Yarmisidan kerak-da bizga, mana shunday yarmi bo'lsa. Ha? Qilib beramiz. Necha puldan bo'lyapti endi bular? Bular 180 ming sotilyapti. Endi hali sir bo'lmasa, necha pul material ketyapti? Endi kimgadir qiziqda? Bular 120 ming, 130 ming material ketadi. Ha, bittaga. Bu kichkinalar. Ha. Razmeri kattalashgan sari. Qo'shib yuboriladi. Bu qanaqa materialdan bo'lgan endi bular? Bular qizil yog'och o'zimiz pol taxta. Ha. Devasini endi ayalar terak bo'ladi, quruq bo'ladi. Bu kichkinalarga arzonroq sotishimiz sababi. Foyda chiroyli. Ha, cho'q. Kattalarda bunday cho'q yo'q. Kattalar hammasi butun. Endi obunachilar bunday qaraganda oddiyga o'xshab tuyuladi, lekin bu yerda katta mehnat turibdi-da. Oddiy narsaga ham katta mehnat, chunki mana bu narsalar ham o'zining apparati bor, to'g'rimi? Apparatda o'yib, boshqa qilib, maq degandek, salapan degandek oson emas. Lekin menga material olib bersa, men xuddi mana shunaqa qilib yasalmasam kerak. Siz ham. Ha? Yo. U kattalarni hech bil endi. Shu chekkadagilarimiz 440 ming so'm kami bor. Ha. Berigi 430 ming kami. Ha. 2 metrli narigilar 210 ming. Hali yoqqa dastakdan qilaverasiz-a? Beramiz, dastakasi bor. Telefon nomeringizni aytib o'tib keting. Bepul reklama qilib bering. 95lik. Ha. 642 44 55. Obunachilar bemalol telefon qilaverasiz. Bu Hoji tog'amiz ham ashaddiy obunachilardan. O'shuning uchun men video qilyapman. Muntazam ravishda shu sizlar kabi bizning kanalda qoldirmay kuzatib boradi. Tan joyingiz sog' bo'lsin. Oyim ko'rgan duo qilamiz. Rahmat. Xizmatini qilyapsan, tanzurlar sog' bo'lsin. Siz ham tan joyingiz sog' bo'lsin. Rahmat. Bozorlayim bersin. Joyingizni qo'shib olgan, qo'la ko'langada turishibdi, gap yo'q. Charchamang. Xo'p. Bo'lmasa obunachilar sizlar bilan haylashmaymiz. Bundan keyin videolarda ko'rishguncha qolamiz. Tog'ani kanaliga o'tinglar. Qo'shda gaplashamiz sizlar bilan.